Hammaga assalomu alaykum. Toshkentimizda xudo xolasa baliqlarni to'kishni yo'lga qo'yganmiz. Ehsonsevar akalarga kattakon minnatdormiz. Xudo xolasa shu ehsonlarni birgalikda amalga oshirib, bu yerda xudo xolasa necha kilo baliq bo'ldi aka? 963 kilo karas sazan baliqlaridan hammasidan bor. Shularning chavoqlarini hozirda to'kib boramiz. Xudo xolasa jarayonni birga tomosha qilaylik. Yuringlar. Xudo xolasa challenge'imizni davomini ham bor. Aketdi. Bitta iltimos bor. Ekran to'rlar bilan ozgincha shoshmaysiz. Shu baliqlar ko'payib olsa. Mana baliqlar to'kilyapti. Mana shunday karasli. Va ko'paysa baliqlar. Maşallah. Mana. Yog'ini endi hamchilik bilan ana qilish kerak, to'kish kerak. Mana xudo xolasa sudaklar ham bor mana, sudaklar ham chiqyapti. Oyog'ing tegdi. Ha, tajoram hammasini. Mana hali tushyapti baliq. Hammaga rahmat. Ehson qilganlarga. Sog' bo'lsin. Men bugun kamerachi rolidaman. Hamma ehson qilganlarga Alloh rozi bo'lsin. Hammaga assalomu alaykum. Ehsonimizni qilib bo'ldik. Xudoga shukr, baliqlarni to'kib hammasini oshirib oldik. Ehson qilgan barcha ukalarga rahmat aytamiz. Xudo xolasa challenge'imizni ham yana davom ettiramiz. Sizlardan bitta iltimos, shu joyda baliqlarimizni ko'payishiga sizlarning ham o'zinglarning hissinglarni qo'shishinglarni olmayman. Sababi ekran boshqa turdagi masalan to'rlar bilan yoki flor to'plar bilan agar o'ylanayotgan bo'lsa, shunga befarq bo'lmaydi. Sababi bu yerda baliqlarni ko'paytirish maqsadida shu ishlarni qilyapmiz. Ehsonlarimizni hammasini chiroyli qilib o'tkazsak, endi bu yog'ini chiroyli qilish bu sizlarning qo'lingizda. Shuning uchun birgalikda agar shu O'zbekistonda, ya'ni Toshkentlarda suv havzalarida baliqlarni ko'paytirsak, eng jiddiy xudo xolasa navaralarimiz va bolalarimiz mazza qilib shu yerda baliq tutib yuradi. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.